Sizlarga zo'r joy ko'rsataman. Bitta ko'rib oqinglar, agar ma'qul kelsa, bolalarga olib bersanglar, asl zo'r joy. Ko'ramizmi? Qani ketdik. Bolalarni uylantirgan bo'lsangiz, alohida chiqarish kerak bo'lsa, alohida chiqarishga ham zo'r joy. Haqiqatan lokatsiyasi ham yaxshi. Mahalla gilamlisi zo'r. Gilamlisi joy yaxshi, mahalla zo'r, qo'shnilar kam, maza qiladigan joy. Puliga arziydigan joy. Chunki o'zimiz qurganmiz u joyni. Yaxshi narsalar ishlatilgan. Yuvinda qilib qilinmagan, yaxshi qilib qilingan, chiroyli qilib qilingan. Zo'r qilib, baholasi ko'ramiz hozir qani. Sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Agar yoqsa, kommentariyaga yozib qo'yasiz, yoqdi, yoqmadi deb. Yana xudo xolasa boshqa obyektlarimiz ham bor. Ularni ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha sekin-sekin ko'rsatamiz va sotiladigan uylarni sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Mukammal tarzda professional xudo xolasa qilib beramiz. 5-6 ta joydan kelsangiz bo'ladi. Xolasangiz Toshmi tomonidan kelasizlar, xolasanglar betonkadan, xolasanglar ipekchilikdan kelasizlar, xolasanglar istirohatdan kirasizlar. Farqi yo'q. Xullas har tomonlama kirsa bo'ladigan joy, har tomonlama. Yo, menda kattaroq pul bor, hammasini o'zim sotib olaman desanglar, vigitni joy, yaxshi joy, tayyor joy. Xolasanglar bunaqa do'koni ham bor, do'konning podvali ham bor. Tepasida ofis qilib, maza qilib o'tirib, mana shu yerda cho'tki qilib yurg'izib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bitta kirib ko'rasizlar o'zingizlar, baho berasizlar. Mana bu yerda 4 ta xonadonimiz bor. 4 ta xonadon bitta do'konimiz bor. Juda ham chiroyli solingan, to'y hashamlar bo'lib qolsa nabog'da. Mana shu yerda mashina bemalol kirib chiqadi. Mana bu yerda hamma xonadonlar alohida qilingan, temir eshiklar qo'yilgan. Etaji, ikkinchi etaj, birinchi etaj podvallari yo'q. Bitta gap, mana shu ofisimizda podval bor. Shu ofisda podval bor. Ofisdan foydalansanglar bo'ladi, arenda berib qo'ysanglar bo'ladi. Oddiy yaqinda ham $2000 arenda beraman deb ko'pchilik chiqdi aloqaga, hali bermadik, sotiladigan joy bo'lgani uchun. Xolasanglar общий qilib sotib olsanglar bo'ladi, xolasanglar отдельноdan sotib olsanglar ham bo'ladi. Agarda yo'q, men do'konni ham olmoqchiman degan bo'lsanglar, общий oladigan odam bo'lsa, do'konni ham qo'shib berib yuboramiz. Bu joyimiz ipekchilikda joylashgan. Limon ko'cha desa ko'pchilik bilishadi. Lokatsiyasi yaxshi, lokatsiyasini beramiz, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar xohlasa pastda yozilgan. Telefon qilib bemalol savdolashib, faqatgina narxga xohlasa, o'shanga narx qilib beramiz va aloqaga chiqasizlar. Menimcha yomon joy emas. O'zingizlar ko'rib chiqdinglar. Yaxshi narsa ishlatilgan, yaxshi narsa qilingan. O'zimiz uchun qilganmiz. Unaqani qo'l tegdi qilmaganmiz, yaxshi narsa qilganmiz. Manzillar kerak bo'lsa telefon qilib oborasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Olib qo'ysanglar yaxshi joy, foydaliga maza qilib, xohlasa, umr g'urozorlik bo'lasizlar, xohlasa, yaxshi joy. Sog' bo'lasizlar. Obzor yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, sizga ham nasib qilsin iloyim. Sog' bo'ling.